man ko'ringlar-da bitta. Qara. Elektrikaga tushunadiganlar bormi o'zi? Nima deyapti? Bu mahallada svet o'tsa ham bu degani ikkita fazali o'chmaydi degani. Yuqorida Xon mahallani, yuqorisidan Sergeli tumani. Mana shu uchastka sotilayotgan ekan. 5,5 sotuvli, nechta? Bir 10 tacha xonasi bor, podvoli, yarim to'la podvol. 203 ming sunnatiga o'tib beramiz deyishyapti. Mana shu 5,5 sotuvli. Hozir ichkarilarini ham ko'rsatib beraman. Hovlisiga kiraveramiz. Bu hovlisini orqasida ham ko'cha bor, nariyoq tarafda. Mana shuni orqasi ko'cha. Bular endi oshxona qilib qurib yuborganlar. Hamon sanuzel bu yoqda asosiy bino ekanlarni ham ko'rsatdim. 5,5 sotuvli uy. Mabodo bo'lamiz desanglar, 3 ga bo'lib qilsanglar ham bo'ladigan joy ekan. Bu hovli tarafdan ko'rinishi. Hovlidan uyga kiraverish. Nima deydi, xonalari ko'p, katta asosiy joylari bilan ko'rsatib ketishga harakat qilaman. Zali bu birinchi etajda. Spalni, bu yerda ham choy ichib o'tiradigan joyi bor ekan. Podvali ham teng yarmi. Bu yerda ham 3 ta xona bor ekan. Bu yerda ikkinchi etaji. Hamma xonalarga kirib ko'rsatishga anaqa. Bu yerda ham 5,5 lik xonasi, spalni. Bu yerda ham shunaqa. Bu yerda ham katta zal. Juda katta qurilgan, hammasini o'tida ko'rsatib berishga ulgurmayman vaqti bilan. Pastdagi raqamlarni qoldirib ketamiz. O'zingizlarni qiziqtirgan savollarni murojaat qilib kelishda so'rab ko'raverasizlar yana.